Men bir hajatxonaga kirib chiqa olsam. Rahmat. Apa dada, qandaroq ke? Sizlarga yordammi ya? Bopalning to'rda qanchalik finsas bor ke? Chiqamas, shu nachida bog'udayman. Ha? Voy, nimachi bola oz. Finsasimi yo'q, jamiyatda ta'sir doirasimi yo'q. Qanday balani topdim ha bola? Shuni deymamsiz. Bu sizlar onda degan bilan dada apa, bu bol night isil, oil tarbiyasi night yaxshi, ikkinchi bola qo'yib qolsa, chuqum yaxshi tarbiyalaydi. Menimcha bo'lganda-chu qizim, bu bola sizning finsaringizni ko'zlab atgan gap. To'y qilib, 2 kun o'tmayli ajrashib ketib, voy meni bo'zigatdi deb bechor qiyofatda jubr o'ynab finsa to'playdi. Men shunday o'ylagan. Shu Yo'q, ondan emas. Mening fensirim yo'q, vaqtim yaxshi ko'rdi bu bola. voy bo'ldi qiling qizim. Hey, kapti deb otayin o'qitib tamoqqa chiqsam, ha? Bir apaч rasmimga tortib qo'ymadi-ku. Shu emasmi? Bir haqda shipon tortib, bunda do'yini yollaydigan gapmi? Shuni deyman. Bu balaning to'rdik ismi taxallus nima ekan? Sen adamning esida qog'idagi ism bormi yo? Shimshim. Shim pim degan nima o? Şaka, Şödücan, Gazbamı, Yürek Tunci, Akaş Eski bir isim bundan da. Muzdaki şeyler yapalım da. Man qarang. Men gapni ochiq deyaveray. Sizlarning oilada qancha vanxon bor? Yo'lingiz qanchalik? Film tassanglar, xo'li bo'lamdi. Nabirlarga davomli jonxo ichyapsizlar. Bizning uyda hozircha vanxon yo'q. To'rg'inbek chiqib ketmaymiz. Uf, ay. Ben kayda, Vanxon ağıyla bağda. Neç Vanxon tonuysa? Yo'q, vanxon do'stlarim yo'q, tunmayotganman. Uy, undaq siz dangliq vanxonlarning tug'ilgan kunlariga, yilqi yolg'iz kishilik to'ylarga qatnashmoqmaganmi? Yo'q, qatnashmagan. Uyey, zamonning keyindili qolgan bola ekan-ku bu. Sen hiç kimni tanımasan, hiç nimen bo'lmasa, qizimdan nimani tanlab olasan? Meningki muqim xizmatim, uyim, mashinam bor. Hey, ondan nimaga foydasi? Hozirgi jamiyatda yo jonxo'ringiz bo'lmasa, yo finsaringiz bo'lmasa, yo lulyangiz bo'lmasa, hey, sizga kim ko'z keladi? Qachon bir haqiqatan bo'lsa-mu, juboday qilib baqmidi bu? Rost sadi. Shundaqmi emasmi? Uyim, xizmatim, mashinam deganingiz bilan do'yin qaysi shaypon holat ulan chiqamisiz? Qandoq biladi u narsalarning borligini? Rost sadi. Boshqalarning bilishning nima hojati u narsalarni? Dada, apa. Men qizinglar bilan to'y qilib, men uni kunda xo'sh qilsam, baxtli qilsam bilan bo'ldi emasmi? Sizlarni endi to'y qilgan vaqtinglarda sizlarningmi finsiranglar, levlanglar, jonxoringlar yo'q bo'lg'aydi? Sizlarni tirishib hozirgidek ahvolga kelgan bo'lg'aydinglar. Bu jamiyatimizda vanxonlikdan boshqa nurg'unlagan, hurmatga sazovar kasblar bor. Sizlar nima ish qilishlarni ko'rolmaysizlar? Mening xizmatim sal aldirash. Shuningga to'g'ri jiq chiqib bo'lmagandan keyin abaysizlar degan gapni jiq tushunib bo'lmadi. Bu jonxo, finsi, levlang degan narsalar oshundan muhimmi hozir? Undaqda sizga bizning uyda pul bormi? Ha? Yoqtirmaydigan ishingiz bo'lsa, qizimning shiponlarini ko'rmay, serib o'tib ketib, qizim bilan tanishmisizmi? Ha? Sizning yo jonxo'ringiz bo'lsa, ha? Yo finsaringiz bo'lsa, yo lulyangiz bo'lsa, nima bor sizga bu uyda? Chiqinglar!